Keyingi yillarda yurtimizda qishloq xo'jaligi sohasini tubdan isloh qilish va aholi daromadini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu jarayonda Prezidentimizning Uzagrostar Holding kompaniyasi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarori hamda tomorqa yer egalari va dehqon xo'jaliklari faoliyatida zamonaviy tashkiliy tizimni joriy qilish va moliyaviy qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida imzolangan farmoni muhim hujjat bo'ldi. Unga ko'ra, Surxondaryo viloyatida ham keng qamrovli loyihalar amalga oshirilmoqda. Xususan, Uzagrostar Holding kompaniyasi va Xalq banki aksiyadorlik tijorat bankining moliyaviy hamkorligida Vohaning Angor tumanida yangi loyiha yo'lga qo'yildi. Uning maqsadi karam, gulkaram va piyoz kabi sabzavotlarni yashil texnologiyalar asosida yetishtirishdan tortib, saralash, qayta ishlash va eksport qilishgacha bo'lgan to'liq qiymat zanjirini yaratishdan iborat. Loyihani amalga oshirishga puxta hozirlik ko'rildi. Turkiya, Janubiy Koreya va Ispaniya kabi davlatlarning ilg'or tajribasi o'rganildi. Xalqaro kompaniyalar bilan urug'chilik va smart ko'chatxonalar tashkil etish bo'yicha mustahkam hamkorlik o'rnatildi. Muhtaram Prezidentimizning tomorqa yer egalari va dehqon xo'jaliklari faoliyatida zamonaviy tashkiliy tizimni joriy qilish va moliyaviy qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonlarini ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Hozirda Uzagrostar Holding kompaniyasi bilan birgalikda Surxondaryo viloyatida brokkoli, karam, gulkaram va piyoz sabzavotlarini yashil texnologiyalar asosida yetishtirishdan tortib, saqlash, qayta ishlash va eksport jarayonlarini ichiga olgan investitsiya loyihalarini amalga oshirmoqdamiz. Dastlab Agrostar vakillari bilan birgalikda Turkiya va Janubiy Koreya davlatlarida bo'lib qaytdik. Olib borilgan uchrashuvlar va muzokaralar natijasida urug'chilik yo'nalishida O'zbekiston iqlimiga mos, erta pishar va eksportbop urug' navlarini olib kelish bo'yicha Turkiyaning Hektash tuxum kompaniyasi, Yaponiya kompaniyasi va hamda Shveysariya davlatining Syngenta kompaniyalari bilan shartnomalar imzolandi va ishlar boshlab yuborildi. Undan tashqari har mavsumda 40 million dona ko'chat yetishtirib beruvchi smart ko'chatxonalarni tashkil etish bo'yicha Janubiy Koreya davlatining Farm System kompaniyasi bilan hamkorlikda shartnoma tuzildi. Hozirda Angor tumanining 4 ta mahallasida Angor Agrostar bilan birgalikda 700 nafardan ortiq dehqon va tomorqa yer egalari bilan birgalikda kooperatsiya shartnomasi asosida 1080 gektar maydonda chuqur ixtisoslashuv asosida bahorgi karam ekinlari ekildi. Angor Agrostar tomonidan zamonaviy issiqxona faoliyati yo'lga qo'yilib, noyob navlar to'liq yashil texnologiyalar asosida sinovdan o'tkazildi. Ilmiy amaliy kuzatuvlar natijasida mahalliy iqlimga chidamli hamda hosildorligi yuqori bo'lgan 5 ta asosiy nav tanlab olindi va ommalashtirish uchun tavsiya etildi. Sohaga eng ilg'or texnologiyalar ham olib kirilmoqda. Mahsulot yetishtirishni to'liq avtomatlashtirish maqsadida Yaponiyaning sun'iy intellekt asosida ishlovchi Yanmar avtomatik karam terish agregatlari, qolaversa Germaniyaning piyoz yig'ishtirishga ixtisoslashgan zamonaviy texnikalari xarid qilindi. Ayni paytda Angor tumanidagi dehqon va tomorqa yer egalari bilan kooperatsiya shartnomalari tuzilgan bo'lib, ushbu hamkorlik doirasida 1080 gektar maydonga chuqur ixtisoslashuv asosida bahorgi karam navlari ekildi. Xalq banki aksiyadorlik tijorat banki orqali 763 nafar tomorqa egasiga 15.1 milliard so'mlik imtiyozli kreditlar ajratilgani ish samaradorligini yanada oshirmoqda. Angor Agrostar mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan tashkil etilgan zamonaviy issiqxona esa aholi vakillariga tomorqa ilmini o'rgatishda muhim ahamiyatga ega bo'lyapti. Ahamiyatli tomoni mazkur innovatsion issiqxonada to'liq tomchilatib sug'orish tizimi joriy etilgan. Buning natijasida avvalo suv iqtisod qilinadi. Shuningdek, uni to'g'ri boshqarish va o'g'itni isrof qilmasdan o'simlik ildizigacha yetkazish imkoni yaratiladi. Ko'rib turgan issiqxonalaringiz Koreya texnologiyasi bo'yicha qurildi. 3 qavatli, afzallik tomoni, keyin 3 qavati 3 xil vazifani bajaradi. Qo'l mehnat ishlatilmaydi bunda. Buning birinchi qavatida, misol, plenka bilan to'r bor. To'r hasharotlarni kirgizmaydi bu yoqqa. Ikkinchi qavati, misol uchun sovuqlarda sovuqni o'tkazmaydi. Termiz vazifasini bajaryapti. Endi buni 3-qavati yozlarda soya salqin qilib, quyosh tik bo'lib qizigan paytlarda yopib qo'ysak, 4 soat, 5 soat o'simlik rivojlanishi tez bo'ladi. Vegetatsiya davri to'xtamaydi. Karam ekamiz, ya boshqa mahsulot eksak ham mo'l hosil olish imkoniyati bor. Bir yilda 4 marta hosil olsa bo'lar ekan-da bunda. Hozirgi paytda tomchilatishga o'tdik. Birinchidan tomchilatish bo'lganda suv ekon bo'ladi. Agarda biz gektariga 600 kub metr berayotgan bo'lsak, bunda 280-300 kub suv bera olamiz. Xalqimiz endi bizdan Agrostardan ko'rib, bularni o'rganyapti hozir. Hozircha biz 200 ta xonadonda tomchilatish sistemalarini o'rnatib yordam berdik. Hozirgi paytda Agrostar tomonidan mo'l hosil olish uchun yangi navlarni taqdim qilyapmiz. Hozirgi paytda karamning 35 xil navini olib kelganmiz. O'shaning ichidan
biz tanlab 5 xil 6 xilni xalqqa manzur bo'lganini fermalar bilan gaplashib, o'zining narxida hech qanday ustama qo'ymasdan mahsuloti pishgandan keyin pulini berish imkoniyati bilan hozirgi paytda kooperatsiya shartnomasi asosida xalqqa o'zlariga manzur bo'lgan urug'larni yetkazib beryapmiz. Joriy yilda yana 4 ta tumanda 4000 dan ortiq aholi bilan hamkorlik qilish orqali 6000 gektar maydonda 240 ming tonna mahsulot yetishtirish va qo'shimcha 5 million dollarlik eksportni amalga oshirish maqsad qilingan. Qolaversa, mahsulotni muzlatish, saralash va qadoqlash tizimlarini o'z ichiga olgan yuqori texnologiyali agrokompleks ishga tushadi. Natijada 500 ta doimiy va 3000 dan ziyod mavsumiy ish o'rinlari yaratiladi. Maqsad ilm va texnologiyani bevosita dalaga olib kirish orqali o'zbek brendini jahon bozorida mustahkamlash va xalqimiz farovonligini ta'minlashdan iborat.